Bittimi ber. Agar sizga kinoda rol taklif qilishsa, qaysi kinoda qaysi rolni ijro etgan bo'lardingiz? Cho'qintirgan ota degan kino bor, ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak. O'shanda shu Don Corleone otasi rolda o'ynagan bo'lardim. Sababi uni xarakteri menga yoqqan. Shuning uchun. Bu ishing yaxshi. Oilasini o'z holiga tashlab qo'ygan erkak haqiqiy erkak emas. Rolni ijro etgan bo'lardingiz. Buni o'ylab ko'rmaganman. O'ylab ko'ring. A few moments later. Chet ellik. Farqi yo'q, aytavering. 6.5 hours later. Yo'q, esimga kelmayapti. 2000 years later. Qashqarlar makonida Elifni. Ba'zilar menga o'xshab kitoblardan o'rgansa, ba'zilar sizga o'xshab hayotdan. Lekin oxir-oqibat hamma o'rganadi. Malakam endi serialidagi, turk serialidagi hayot ijrosi. Seni yig'latadi deganda. Agar menga shunaqa imkoniyat berilganida, tarixiy kinolarda ona obrazini shakllantirgan bo'lardim. Buning uchun yana shu ilhaqqa qaytamiz. Zulfiya ayani rolini ijro etgan bo'lardi. Qanchalik uddaliman bilmayman, lekin menga shu ayolni matonati, jasorati yoqadi. Bittasi ham qaytib kelmadi-ya. Bittasi ham qaytib kelmadi. Bombada. Bilsangiz, bombani o'g'irlab chiqadigan amaki bor-ku. O'shani rolda o'ynagan bo'lardim. Qaytarib berdim. Mana. Agar imkon bo'lganda Baron filmidagi o'sha bosh qahramon rolini ijro etgan bo'lardim. Bolani itxonaga tiqishdi. Bola men bilan ketadi. Eng yaxshi ko'rgan kinoyim bor. Yulduzlar aybdormi degan kino. O'sha kinoda Hazel Grace rolini ijro etgan bo'lardim. Cheksiz muhabbatimiz uchun sendan juda ham minnatdorman. Pomeloniya uyda yolg'iz kinosida Kevin rolini ijro etgan bo'lardim agar. Bayraming muborak bo'lsin Megajin. Kelayotgan yangi yil bilan. Rol o'ynash imkoniyati bo'lganda, o'sha Novda filmidagi bolaning ismi kim edi? Rashid. O'sha Rashid rolini o'ynagan bo'lardim. Rashid, ikkalamizdan qay birimizni quloqini tishlaysan? Voy Zubayra. Tangalik bolalar, Doston. Doston o'g'li. Men Dostonmi? Ya! Doston bu bilanni bopigini pasaytirib turibsizmi? Ajoyib savol bo'ldi. Hech o'ylamagan ekanman to'g'risi. Endi ma'naviyatga va ezgulikka xizmat qiluvchi har qanday kinoda rol o'ynashga harakat qilgan bo'lardim. Alisher Navoiy filmida bolaligimdan shunaqa orzuyim bo'lgan. Navoiy filmini ko'rganimda Navoiy rolini o'ynamoqni istaganman. Xalqni baxt sari eltuvchi toji taqdir emas. Xalqning o'zi ulkan bog' bunyod etib, undan bahramand.